Pulning qadrsizlanishi va narxlarning umumiy oshishi nima deb Inflyatsiya. ataladi? To'g'ri, javob teng bo'ldi. Shayboniyxon qaysi davlat bilan bo'lgan jangda halok bo'lgan? Eron. To'g'ri. Apple ilk bor qaysi mahsulotini ishlab chiqargan? Kompyuter. Apple bir kompyuteri, to'g'ri. Bali oroli qaysi mamlakatga tegishli? Indoneziya. Indoneziya, to'g'ri. Apple brendi nimani yaratish orqali butun sanoatni o'zgartirdi? Telefon, to'g'ri. Troya oti iborasi qanday ma'noni anglatadi? Xosiyatsiz sovg'a, to'g'ri. Immunitet tizimi qanday xavf-xatarlarga qarshi kurashadi? Grippga qarshi. Bakteriya, to'g'ri. Teng aytishda qo'ymaymiz. Davlat budjetining daromad qismi asosan nimaning hisobidan shakllantiriladi? Soliqlarmi? To'g'ri, Soliqlarning. Pi sonining aniqlanishi qaysi matematik shaklga asoslanadi? Radiusmi? Yumaloq. Aylana, doirada ya'ni. To'g'ri. Braziliyaliklar qaysi tilda so'zlashadi? Portugal tilida, to'g'ri. Gidrogenning yondirilishi qanday energiya ishlab chiqaradi? Arktikada iqlimning isishi qanday muammolarni keltirib Suvlar yetishgan muzlarda erib ketishiga. Muzning erishi, to'g'ri. Ikkalasi ham to'g'ri. Atom qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan? 3-2-1 protonlardan tashkil topgan. Proton ionlardanmi? Proton, neyron, ana shulardan. Ishtirokingiz uchun Hasadbek, привет. Assalomu alaykum.